Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bizda pomidorlarda terim jarayonlari davom etyapti. Pomidorimizning sorti Rozi pomidor, Pink Paradise pomidori. Mana shunday holatda terim jarayonlari davom etyapti. Mana pomidorlardan lavhalar mana bitta yarishcha. Bizni kuzatib boring, tomosha qiling, like bosing, kommentariya bildiring. Sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa berib boring. Biz iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Pomidorlarimizni hozirgi kundagi holatlari mana shu holatda. Terim jarayonlari davom etyapti. Mana bunaqa boshqacha asl ushlab o'rganlar ham bor. Bitta joyda 15 tadan oshiq ayri oddiy holatlar. Bizni kuzatib boring. Bizda mana shunaqa holatlar. Mana bizdagi holatda hozir mana kuzatib turganingizdek, mana bu birinchi yarus, ayrimlari maydaroq pishib qolyapti. Mana ikkinchi yarus, mana uchinchi yarusdagi holat, to'rtinchi yarus va beshinchi, oltinchi, endi 7-chi yaruslarda changlatmaganlik, ba'zilar ishlagan, ba'zilari ushlamagan. Mana shunaqa holatlar bor. Endi chekanka qilish ishlarini boshlaymiz deb turibmiz. Shunaqa vaziyatlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yishni unutmang.